Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizning eng yaqin obunachilarimiz. Bugun sizlarga chiroyli, zo'r joydan, lokatsiyadan cho'tki dom topib qo'ydim. Umumiy yer maydoni 84 kvadrat tashkil qilyapti. 3-etajda joylashgan. Xonadonimiz o'z zahmatlari bilan gideyda 91-92 kvadratga boryapti. Narxi sut ekan. Bor oxirida aytaman faqat narxini. Ipotekaga ham xarid qilsangiz bo'ladi bu xonadonimizni. Barcha ko'rib turgan mebel texnikalari bilan bir ikkita narsalarni qoladi deyaptilar. Qolgan narsalarni tashlab ketaman deyaptilar. Xonadonimiz endi lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Yangi hayot, do'stlik, tinch mavzeda joylashgan. Ko'rib turibsizlar. Mana shu chiroyli Novostroykamiz shundoq yon bag'rida joylashgan. Bu joyimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma narsa bor. Umuman muammo yo'q. Raddom deysizmi? O'ng tarafimizda detskiy bog'cha, maktab hamma narsa bor. Ichkari kiramiz, to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Asosiy xonadonimizga shu eshigimiz orqali kiramiz. Podyezdlarimiz ancha katta, liftlarimiz ham yangi liftlardan qo'yib qo'yishgan ekan. Kiraverishimiz ancha katta bo'lyapti. Hamma shkafimiz joyida qoladi deyaptilar. Oshxonadan boshlay qolamiz. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz, qaranglar. Barcha kuxonli mebellari joyida qoladi deyaptilar. Qaranglar, chiroyli qilib akkuratni qilib qo'ygan ekanlar. Ovqatlanib turishda alohida joylari bor. Mana bu qaranglar, kuxonli mebellari. Bu yoqda balkonimizda ham alohida kuxonli mebel qilib, gaz plitalarni ham chiroyli qilib qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu ko'rib turgan hamma narsalar joyida qoladi deyaptilar. Faqat xolodilniklarni olib chiqib ketaman deyaptilar. Balkonimizni ham qaranglar, chiroyli katta tapchan qilib qo'ygan ekanlar. Yozda bemalol dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ygan ekanlar. Oynalarni ochib qo'ysanglar, shabada bo'lib, mazza bo'lib cho'tki bo'lib turadi-da. Endi ko'rasizlar endi o'zingizlar kelib bitta o'zingizlar bilan ko'zingizlar bilan ko'rsanglar baribir boshqacha-da baribir. Narxini mayli sizlar uchun hozir aytib keta qoling. Narxini $73 ming deyaptilar. Bemalol ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli egalar bilan baraka qilib olsanglar bo'ladi. Zalimizni ko'rsatamiz. Zalimiz ham ancha katta, qaranglar. Ko'rib turgan barcha bu yerda mana bu servantinglar bormi? Pardalar bormi, stulinglar, mana shu gilamlarni ham sizlarga podarka qilib tashlab ketaman deyaptilar akam. Remontlari lekin yaxshi holatda turibdi. Kelib faqat maza qilib yashasanglar bo'ldi ekan, to'g'risi. Menga lekin yoqdi. Keyingi detskiy xonamiz bor-da, bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan alohida xonamiz. Hamma xonamizni qaranglar, havolanib turishi, tashqarida o'ynalar ham qo'yib ketishgan ekan. Yaxshi holatda turibdi. Va oxirgi xonamiz, oxirgi ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnyamiz bo'lyapti. Spalnyamiz ham ancha katta. Mana shu pardamizning orqa tarafida balkon qilingan ekan. Balkonga ham ko'pchilik narsalarimizni endi o'zbekimizni bilasizlar taxlab qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. Общий sanuzelimizni kafillar qilib, kafildan chiqarib chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Hojatxonamiz bo'lyapti. Hojatxonamizni ham chiroyli qilib, akkuratni qilib qo'ygan ekanlar. Pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilib olsanglar bo'ladi. Lokatsiya, joy hammasi qulay joyda joylashgan. Menimcha 3-etaj, yaxshi etaj bilaman. Egalar nomerini pastga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilib olaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qiling.